Kuz shamoli tog' etagidagi kichik qishloqni ayovsiz savalab o'tardi. O'sha kuni bir ovchi Olapar laqabli kuchukni sotib olib, mashinasining yukxonasiga solib, uyga qaytayotgandi. Yo'llar loy, ko'rish masofasi juda past edi. To'satdan qarama-qarshi tomondan kelayotgan yuk mashinasi bilan to'qnashib ketmaslik uchun ovchi rulni keskin burib yubordi. Mashina yo'l chetidagi chuqurlikka quladi. Yukxona eshigi qattiq zarbdan ochilib ketdi. Dahshatdan karaxt bo'lgan, hali dunyoni anglab ulgurmagan kuchukcha Olapar loyqalangan ariqqa otilib tushdi. Uning ojiz chinqirig'ini shamol shiddati yutib yubordi. Jarohat olgan ovchi o'ziga kelib, kuchukchani qidira boshladi. Ammo zulmat va qalin tuman qidiruvga imkon bermadi. Kuchukcha esa bu vaqtda qo'rquvdan qayerga qochayotganini bilmas, tog' tomonga qarab yugurib ketdi. Olapar tez orada butunlay adashdi. Qorni ochib, sovqatib, bir toshning kovayiga suqilib, ingrab, yig'lay boshladi. Ayni o'sha paytda yaqin atrofda ov qilib yurgan To'qbeki ismli ona bo'ri kuchukcha ovozini eshitib qoldi. U o'lja qidirib kelgandi. Ammo tosh ostida titrab yotgan, qo'rquvdan ko'zlarini katta-katta ochib, ingrayotgan mavjudotni ko'rgach, unda onalik mehri uyg'ondi. U kuchukchani tishlari bilan asta ko'tarib, o'z iniga, bo'ri bolalari yoniga olib keldi. Bo'ri bolalari ichida eng chaqqon va mag'ruri qoravoy edi. U avvaliga bu g'atir junli yot mavjudotga shubha bilan qaradi. Ammo tez orada ular isinish uchun bir-biriga yopishib, uxlab qolishdi. Oradan yillar o'tdi. Olapar bo'ri bolalari bilan birga o'sdi. U bo'rilardek uvlashni, shamol yo'nalishini hidlab, ov qilishni o'rgandi. Qoravoy bilan ular ajralmas do'stlarga aylanishdi. Ikkovlashib, qiradirlarda quvishib o'ynar, bir-birining pinjiga kirib uxlashardi. Olapar o'zini bo'ri deb hisoblardi. Ammo uning tana tuzilishi, terisining rangi va ba'zi odatlari baribir boshqacha edi. Kunlarning birida ona bo'ri To'qbeka qarilikdan o'lib, to'daga Qoravoy sardor bo'ldi. Olapar bilan Qoravoy o'rtasidagi do'stlik yo'qolmadi. Olapar unga eng yaqin sirdosh bo'lib qoldi. Kunlarning birida bahor fasli edi. Olapar bo'rilar to'dasidan ajrab, yolg'iz qir bo'ylab keta boshladi. Shu payt tog' etagida katta bir qo'y podasiga duch keldi. Olapar oqsoqlanib yurgan qari cho'ponni va unga ergashib yurgan qo'ylarni ko'rganda, uning yuragida nimadir uyg'ondi. Ichki bir sado unga bu inson dushman emasligini, aksincha, unga yaqin bo'lish kerakdek tuyuldi. Olapar shularni o'ylab, qari cho'ponni kuzatib turganda, tog' tomondan begona och bo'rilar to'dasi podaga yaqinlashib keldi. Olapar oldinga chiqib, kutilmaganda cho'ponni himoya qila boshladi. Bo'rilarga qarab vovullab yubordi. U bo'rdek uvlashni bilardi, lekin ichki bir instinkt uni vovullashga majbur qildi. Begona bo'rilar to'dasi xavfni sezib chekindi. Qari cho'pon Olaparni ko'rib bu bahaybat, bo'risifat itdan avvaliga qo'rqdi. Keyin esa uni ko'zlaridagi sodiqlikni ko'rib, yoniga chaqirdi va bir parcha go'sht berdi. Olapar o'sha kuni cho'ponni yonida qoldi. Keksa cho'pon unga Olapar deb nom berdi. Oradan 2 yil o'tdi. Kunlarning birida qari cho'pon xastalanib yotib qoldi. Cho'pon umri oxirlab qolganini bilardi. U o'g'lini, yosh cho'ponni oldiga chaqirdi. "O'g'lim, meni kunim bitganga o'xshaydi. Qahraton qish ham yaqinlashib qoldi. Agar menga biror korhol bo'lsa, Olaparni bo'rilardan ehtiyot qil. Qishda bo'rilar och, shafqatsiz bo'lishadi", dedi cho'pon. Va o'sha kuni tongga yaqin joni uzildi. Izg'irinli qahraton qish keldi. Tog' tarafdan och bo'rilarning uvillagan ovozi eshitila boshladi.
Tog'larda ov qilish qiyinlashgach, qoravoy boshliq bo'rilar to'dasi sovuqdan, ochlikdan ko'zlari qonga to'lib, qishloq chetidagi o'sha keksa cho'pon podasiga hujum qildi. Tun yarmida qo'rada qiyomat boshlandi. Olapar qari cho'ponning o'g'li bilan birga qo'raga yugurdi. It va bo'rilar jangi boshlandi. Olapar o'qdek otilib, podani himoya qila boshladi. Bir payt Olaparga bahaybat qora bo'ri tashlandi. Olapar ham qora bo'riga tashlandi. Ular bir-birini g'ajib tashlamoqchi bo'lib, irillab bir-birini bo'g'zidan olishdi. Bir-birini bo'g'zidan olib, siltab tashlamoqchi bo'lishdi-yu, lekin ikkisi ham birdan to'xtab qoldi. Atrofdagi shovqin, qo'ylarning ma'rashi, izg'irin shamolning ovozi go'yo o'chgandek bo'ldi. Olapar qandaydir tanish, qadrdon hidni sezdi. Qoravoy ham iskalana boshladi va "Olapar?" dedi hayron bo'lib. Olapar esa eng yaqin akasini uchratib qolganidan, sog'inchdan, hayajondan ovozi chiqmasdi. "Biz seni ko'p qidirdik, lekin topa olmadik. Mana qayerda ekansan? Bu yerda nima qilib yuribsan?" dedi qoravoy Olaparni bo'yniga boshini qo'yib. Olapar esa past ovoz bilan xirillab, "Qoravoy, ket bu yerdan. Yoki men bilan qol. Odamlarda yegulik ko'p, issiq joy bor. Senga ham, to'danga ham joy topiladi. Odamga xizmat qilasan, to'q yashaysan." dedi Olapar bo'ri akasidan ayrilishni xohlamay. Qoravoy mag'rur boshini baland ko'tardi. Uning sariq ko'zlarida nafrat emas, balki chuqur bir achinish bor edi. U ohista uvladi. "Yo'q, Olapar. Men zanjirband qilingan to'qlikdan ko'ra ozodlikdagi ochlikni ustun ko'raman. Odamga xizmat qilish bo'ri uchun o'lim degani. Men bo'ri bo'lib tug'ildim. Bo'ri bo'lib o'laman." Qoravoy orqasiga burildi va to'dasini boshlab zulmat bag'riga singib ketdi. O'sha kuni Olaparning yuragida bir armon qoldi. Oradan bir necha hafta o'tdi. Ochlik qirdagi barcha bo'ri to'dalarini battar quturtirgandi. Qishning eng sovuq kunlaridan birida Olapar podani qir bag'rida boqib yurgandi. Yosh cho'pon biroz narida olov yoqib isinib o'tirardi. To'satdan qirning narigi tomonidan juda och va vahshiy bo'lgan boshqa bir begona bo'rilar to'dasi paydo bo'ldi. Ular juda katta, 4 ta bahaybat bo'ri edi. Ular Olaparni ko'rishi bilan to'g'ri unga tashlanishdi. Olapar mardlarcha jangga kirishdi. U bir bo'rini g'ajib tashladi, ikkinchisini yarador qildi. Ammo 4 ta och yirtqichga bir o'zi dosh berish qiyin edi. Bo'rilar uni yerga yiqitib, bo'g'zidan olishga intilishar, go'shtini nimtalab tashlamoqchi bo'lishardi. Olapar og'riqdan oxirgi kuchini to'plab, jon achchig'ida ingrab yubordi. Shu payt o'sha qirning eng baland tepaligida yurgan Qoravoy bu ovozni eshitib qoldi. Bu uning bolalikdagi do'sti, birga sut emgan ukasi Olaparning ovozi edi. Qoravoy bir soniya ham o'ylab o'tirmadi. Tepalikdan xuddi tosh kabi pastga otildi. Qoravoy bo'rondek kelib, Olaparni g'ajiyotgan begona bo'rilarning ustiga sakradi. U shunday vahshat bilan jang qildiki, go'yo ichidagi bor alamini shu och bo'rilardan olayotgandek edi. U begona bo'rilarning sardorini tomog'idan olib, bir siltashda o'ldirdi. Qolgan bo'rilar bunday kuch va g'azabni ko'rib, vahima ichida qochib qolishdi. Jang tugadi. Olapar qonga belanib, qor ustida og'ir nafas olib yotardi. Qoravoyning ham badani tirnalgandi. U tutungan ukasi Olaparni tepasiga kelib, uni yuzini ohista yalay boshladi. Olapar ko'zlarini ochib, akasiga mehr va minnatdorchilik bilan
tikildi. Ular xuddi bolalikdagidek bir-biriga suyanib turishgandi. Shu payt uzoqdan yosh cho'pon halloslab yugurib keldi. U faqat bir narsani ko'rdi. Olapar qonga bo'yalib yotar, uni tepasida esa bahaybat bo'ri turgandi. Cho'pon bola bo'ri Olaparni o'ldirdi deb o'yladi. U shoshganicha miltig'ini oldi-da, qora bo'rini mo'ljalga oldi. O'q ovozidan tog'lar aks sado berdi. O'q qoravoyning ko'ksini teshib o'tdi. Qoravoy bir ingratdi-da, Olaparni yoniga gursillab yiqildi. Cho'pon bola yugurib keldi. Qoravoy yerda yotarkan, cho'ponga nafrat bilan emas, balki juda g'amgin va tushunib bo'lmas bir nigoh bilan qarab yotardi. Qora bo'rining ko'zlaridan ohista yosh dumalab tushdi. U odamlardan faqat shuni kutgandi. Bo'ri ortiqcha ovoz chiqarmay, mag'rur ko'zlarini yumdi va nafas olishi to'xtab, jimib qoldi. Buni ko'rgan Olaparning ichidan bir faryod otildi. U akasini otib qo'ygan cho'ponga qarab, dahshatli tarzda hurib, irillay boshladi. Bu shunday ovoz ediki, unda nafrat, ayblov va cheksiz dard bor edi. Yosh cho'pon nima bo'layotganini tushunmas, karaxt bo'lib qolgandi. Olapar, yur ketdik. Senga nima bo'ldi? Men seni qutqardim-ku. Yur, kech bo'lib qoldi. Qo'ylarni qo'raga haydashimiz kerak, deb itni chaqirdi. Ammo Olapar cho'ponga qayrilib ham qaramadi. U bor kuchini yig'ib, o'zini o'limdan qutqargan, ammo inson qo'li bilan o'ldirilgan bo'ri akasini tepasiga keldi. U mag'rur qoravoyning qonga bo'yalgan ko'ksiga boshini qo'ydi. Ko'zlaridan yosh oqdi. Olapar og'ir jarohatlangan, qon to'xtovsiz oqayotgandi. Cho'pon qanchalik chaqirmasin, u joyidan jilmadi. U insonlar dunyosidan, ularning adolatsizligidan, ular qo'lida yashashni xohlamay qolgandi. Olapar akasining bag'rida so'nggi bor nafas oldi va akasining ko'ksiga boshini qo'ygancha jon berdi. Qor tinimsiz yog'ar, ikki mag'rur va sodiq do'stning jasadini oppoq qor kafandek yopib bormoqda edi. Cho'pon esa o'zining qanday dahshatli xato qilganini kech anglab yetdi. Ikki jasad tepasida tiz cho'kkancha o'kirib, yig'lab yubordi. Rivoyat yoqqan bo'lsa like bosib, izohda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.